Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 8-sinf biologiyasining 14 va 15-mavzulari qon va uning kimyoviy tarkibi haqida gaplashib chiqamiz. Qon inson organizmini o'rtacha 7% ni tashkil etadi va inson organizmida 5 litrga yaqin qon mavjud. Bundan tashqari qonni inson organizmidagi vazifalariga to'xtalib o'tsak, ya'ni bular transport, boshqarish va himoya vazifalarini bajaradi. Transport funksiyasi qon organizmni butun yuzasini kislorod yoki karbonat angidrid tashish funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari ozuqa moddalarini ham transportini ta'minlaydi. Boshqarish funksiyasiga esa bundan oldingi mavzularimizda tanishib chiqqanimiz, ya'ni gormonlar bilan bevosita bog'liq. Bizda ichki sekresiya bezlari o'z gormonlarini qonga, ya'ni qon tomirlariga quyar edi. Mana shu gormonlar organizmda turli xil funksiyalar bajarish xususiyatiga ega edi. Demak, bevosita qon ham mana shu boshqarilishda ishtirok etyapti. Xo'p, keyingi funksiyasi bu himoya funksiyasi. Organizmda mana shu qonni tarkibida turli xil vazifalarni bajaruvchi shaklli elementlar mavjud. Mana shu shaklli elementlarimizdan bitta turi organizmni himoya qilish vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham qon organizmda himoya qilish vazifasini bajaradi. Qonning fiziologik xossalari. Inson tabiiy jarayon bilan qanchadir miqdorda qon yo'qotsa, shuni o'rnini to'ldirish maqsadida biz izotonik eritmadan foydalanamiz. Izotonik eritma bizni qonimizni konsentratsiyasiga teng bo'lgan konsentratsiyali eritma hisoblanadi. Ya'ni bu 0.9% osh tuzi, ya'ni natriy xlor eritmasidir. Ushbu eritmani biz inson organizmiga quyganda yo'qotilgan qonni o'rnini to'ldirishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari gipotonik eritmamiz ham mavjud. Ushbu eritmamizga qonning tarkibidagi shaklli elementlardan birini tushirsak, ya'ni eritrositlarni tushirsak, ularning ichki qismida asosan oqsil moddasi bo'ladi, ya'ni u gemoglobin. Mana shu gemoglobinga kirib borgan suv eritrositni yorilishiga sabab bo'ladi. Yorilgan eritrositni tarkibiy qismidan gemoglobin suvni tarkibiy qismiga o'tadi va suvni qizil rangga bo'yaydi va bundan tashqari yorilib ketgan eritrosit esa bujmayib kichkina shaklga kelib qoladi. Xo'p, endi sizlar bilan tanishishimiz kerak bo'lgan keyingi ma'lumot bu trombositlar. Trombositlar bu qonning shaklli elementlardan bir turi hisoblanadi va uni o'ziga xos vazifalari bor. Shular haqida batafsil tanishib o'tsak. Trombositlar asosan alohida hujayralardan tashkil topgan bo'lib, ularning ikkinchi nomi qon plastinkalari deb ataladi. Mana shu qon plastinkalarining tarkibiy qismida, ya'ni hujayrasining tarkibiy qismida yadro mavjud emas. Bundan tashqari trombositlar 1 mm ko'p qonda 300-400 mingda bo'lishi mumkin va bitta dona trombositni hayot faoliyati 2-5 kunni tashkil etadi. Ya'ni 2-5 kun yashashi mumkin. O'z hayot faoliyatini tugatgan trombosit nobud bo'lib yo'q bo'lib ketadi va o'rniga yangi trombositlar hosil bo'ladi. Ushbu trombositlar esa suyak ko'migi va taloq kabi organlarimizdan hosil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ushbu shaklli elementlarimizdan vazifasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosan vazifasi qonni iritish vazifasini bajaradi. Ya'ni bizni qon tomirlarimiz shikastlansa, u qismda qon qotib qolgan holatlarni ko'rganmiz. Mana shu jarayon trombositlarning vazifasi bilan bog'liq. Kelinglar endi shu vazifani birinma-ketin tartibda ko'rib chiqsak. Qon tomirimiz yoki biror joyimiz jarohatlanganda trombositlar
yorilib, buning tarkibiy qismidan tromboplastin fermenti chiqadi. Ushbu ferment qonning tarkibida bo'lgan protrombin fermentini trombin fermentiga aylantiradi. Trombin esa qonimizning tarkibida bo'ladigan, erigan holatda yuradigan fibrinogen oqsilini erimaydigan fibrin tolalariga aylantiradi va mana shu tolalar birgalikda to'rni hosil qilib, ya'ni jarohatlangan joyni to'r shaklida qoplab oladi va mana shu to'rni oralaridan qon o'ta olmasdan ivish xususiyati sodir bo'ladi va 3-4 daqiqada mana shu jarayon kechadi, ya'ni 3-4 minut davomida qonimiz ivishi mumkin. Demak, qaytarib o'taman. Trombositlar bular qonni ivitish funksiyasini bajarar ekan. Asosan dastlab eslab olsak, o'zi hujayramizning tarkibida organik moddalar bor edi. Mana shu organik moddalardan biri oqsil va u hujayrada qurilish materiali sifatida ishlatilar edi. Xo'p, hozirgi jarayonimizda ham qurilish materiali sifatida oqsillar ishlatilyapti. Ya'ni trombositlarning tarkibida oqsillar va fermentlar bor. Fermentlarni ham biz oqsil deb atashimiz mumkin. Bizni qon tomirimiz yoki biror joyimiz jarohat oldi, ya'ni hujayra shikastlandi. Mana shu hujayrani qurilish materiali bo'lgan oqsil esa o'z vazifasiga kelyapti. Ya'ni trombositlar yorildi. Ularning tarkibidagi oqsil esa chiqdi. Ya'ni bu tromboplastin, bu ferment. Tarkibimizdagi, ya'ni qonning tarkibida doimiy bo'ladigan protrombin degan bir oqsilimiz bor. Bu oqsilimizni esa tromboplastin trombinga aylantiradi. Ushbu oqsilimiz esa erigan, ya'ni suyuq holatda yuradigan fibrinogenni erimaydigan, ya'ni birlasha oladigan tolalar, ya'ni fibrin tolalariga aylantiradi. Ushbu tolalar ko'p miqdordagisi yig'ilib to'rni hosil qiladi, ya'ni jipslashib to'rni hosil qilish xususiyatiga ega. Ushbu to'r esa jarohatlangan qismimizni topib borib, ana shu yerni qoplab oladi. Mana shu qoplab olganidan so'ng oraliq qismi zich bo'lganligi sababli u yerdan qon o'tmaydi va terining sirtiga qon oqib chiqishi to'xtaydi va mana shu jarayonda 3-4 daqiqa davomida